Vatan, har chog'ingda sog'inaman. Vatandan uzoqlashsam uzoq, tog'i ishlarimga qo'ya olmasman tuzoq. Davlat byudjetini kopilka yig'adigan idish deb hisoblasak, xalqni to'lagan soliqlaridan yig'iladi. Davlat byudjeti deganda o'sha soliqlardan tushadigan davlatga daromadni tushunaman. O'zining muayyan davr mobaynida ishlatiladigan va chetdan sarmoya keladigan pul hisobi hisoblanadi. Qayerga sarflanadi deganda maktablarga, misol uchun shifoxonalarga sarflanadi deb tushunaman. Dodalarimizga berilgan pensiyalar, soliqlardan yig'ilib keladigan summa bu davlat byudjeti bo'lsa kerak. Davlat byudjeti deganda bizni kontraktlarimiz yig'ib turgan pullari. Davlat byudjetidan davlat xodimlariga, davlatda ishlaydigan xodimlarga oyliklar, yosh kattalarga nafaqalar ajratiladi. Davlatga qaralgan korxonalar, maktablar, kasalxonalar, shifoxonalar va mashinlar hammasi davlat byudjetidan pul oladi. Davlat byudjeti deganda shuning uchun ham xususiy bo'lmaganlar. Xususiy bo'lmagan. Yana biz pensionerlar ham o'sha davlat byudjetidan pensiya olamiz.